Assalomu alaykum, yaxshimisiz, sog'misiz? Yaqinda bir millioner tanish aytdi. Bu yo'lda oxirini uradi, ko'pchilik so'rayapti. Shu oxiri tayoqni olaman, qo'ylarni olaman, qirga chiqib ketaman, cho'pon qilaman dedi. Haqiqatdan men shunaqa sakinat hissiydim oxirida. Sanjar akamiz mehmon bo'lib kelgan bu kishiga aytyapman, hamma oxiriga yetib tursa, siz oxiridan boshlagan ekansiz deb. Tojikistondan cho'pon bola akamiz kelganlar mana. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Harakat qilib boryapmiz. Xudoga hayot, tinchlik, xotirjamlik ko'rsatib, yerga qo'ligacha yetkazganicha. Uchrash niyat qildik, ustozimni orzu qilganingiz niyat qilganingiz yetkazdi Allohim. Xotirjamlik. O'zbekiston haqida taassurotlarni aytib berishdan biri Tojikistonda Usmon akamiz, Ma'rufjon akamiz, Sanjar akamiz, Mansurjonlar. Siz ham o'sha ukasi ham administrator ekansiz-da? Siz cho'ponga cho'pon ekansiz-da? Xudo siylasin. Yasha. Avval ko'p kelgan ekansiz-ku, bu safar birinchi tog'larda yurgansizda? O'zbekistonda ko'proq. Sen ko'rak tog' zonasida ko'rak yurganim, kaza Toshkentga kirib, siz bilan ishlayapman. To'g'ri, Toshkentga kirib. Siz juda joylarni tushuntirdingiz. Biz boshqa joylarda siz bormagan, siz aytmaydigan joylarda niyat qildirdik. Siz aytgandan keyin bu yoqqa keyin bo'lyapti. Tepdi. Niyat rejalar polni o'zgardi. Taassurotlar qalay endi Ma'rufjon? Behisob shukrlar bo'lsin, sizlar bilan uchrashganimizdan xursandmiz. Shukur sizlar qadamlaringiz hasanat. Biz ham tog'da jigit dedik-ku. Chaylari edik. Normal tagida tog' taglarida katta bo'lganmiz. Cho'ponlik payg'ambar kasbda, jami payg'ambarlar cho'ponlik qilganlar. Tushunasizmi? Yoshligimda bir kitobda o'qidim. Kecha videosi ko'rib qoldim haligi bitta. Qo'y, qo'zini ekan kallasiga bir vaklashgan katta kiyib. Yoshligimda o'qigandim. Endi ahli ilmlar ko'p kuzatadi, biz adashgan bo'lsa to'g'rilasinlar, lekin bir kuni dedim Alloh taolo Muso alayhissalomga aytdiki, "Ey Muso, bilasizmi, men sizni nima uchun payg'ambar qilib tanlaganman?" dedi. Allohim nima uchun deb o'zidan so'radi. Shunda aytadiki, hamma payg'ambarlar cho'pon bo'lganda qo'y boqqanlar yoki moldir, tuyadir. Bir kuni qo'y boqib turgan paytlarim bir qo'chqormi, qo'ymi shunday chiqib podadan ajrab chopib ketdi. Biz tomonda garang qo'y deydimi, nima desa. Shunaqa rosa mingga qo'y qochyapti ekan. Muso alayhissalom orqasidan qo'ygan. U juda chaqqon, juda epchil, juda baquvvat odam bo'lgan. Lekin u qo'yin 4 oyoq bordi, mingga qo'yib qochgan. O paytlari bunday uylar, to'sadigan narsalar yo'q, keng dalalarda. Endi u qochgancha qochdi, Muso alayhissalom quvgancha quvdi. U charchagancha qochdi, u kishi ham charchagancha quvdi-da. Endi Xudo bilan 5 soat quvgan, 7 soat quvgan juda ko'p. Men sizda qo'y qochib ketganmingiz? Shunaqa bo'ladi. O'sha siz nima qilgansiz? Managa jahl chiqqanda to'g'ri bo'lmagan. O'rib xotirjamlik harakat qilamiz. Buzoqlari, ho'kizlar, qo'y qochib ketganlar rosa yaxshi bo'ladi. Shu ushlagandan keyin hali ham siz 20 minut yo 10 minut quv shuncha. Uzoq 1 soat quvgansiz. Endi kun davomida quvgan odam qanaqa? Hamma xumordan chiqqancha uradi. Muso alayhissalom hali qo'ydi, shunday ushlagan ekan oxirida. Ushlaganda uni boshidan bunday silab "Ey qo'ydi bolasi, nimaga qochib ketding?" deb turib, juda chiroyli muomala olib kelib qo'shib qo'ygan ekan podaga. Tushunasizmi? Shu qadar shafqatli. Mana bitta qo'ylarning tarbiyasi asli murabbiylikda, Rob degan so'zdan olingan. Alloh taolo butun olamlar tarbiyachisi. Shuning uchun payg'ambarlar avval bir hayvonotni, nabototni, shunga o'xshagan narsalarni tarbiya qilib, keyin odamlar tarbiyasiga o'tgan. Juda katta, hamma cho'ponlar o'rnak bo'ladigan narsada. Ayni mana shu voqeani eslatib Alloh taolo shuning uchun sizni mana shu shafqat, mana shu bir o'zi avval taqdirda yozilgan bo'ladi. Lekin sabab qilib qo'yar ekanda ba'zi narsalar, ayni shu qo'yga mehribonlikdan topgan ekan. Endi siz urmaysizda. O'z nima mehribon ekansiz, lekin o'zi qancha choptirdi sizni, urmadingizmi? Ro'za vaqti edi. Ro'zami? Ro'za vaqti. Men yo'zaman demadingizmi? Onangni topib olasanmi degan edi o'sha yerda. Ko'rdim.
qarasam ba deb boryapsiz. Hikmatni Qo'ylar tushunadimi? juda zo'r tushuntirdingiz. Rahmat ustoz. Hikmatni siz to'g'ri jahl chiqib ketganda bo'ladi. Sizlarga hikmat bilan juda rahmat ustoz. U so'zini bosish hammaga emas ekan. Alloh taolo hammamizga nasib qilsin. Kecha bir yaqinimiz Umar Ozonov gapini tashlagan ekan Telegramda. Akamiz. Qizishib turgan payti, jahli chiqib turgan paytda o'zini qandayligini ko'rsatmagan odamga, ya'ni ishonmagan axloqiga deb. Ya'ni sen bir odamni axloqiga ishonmaki, agar uni qizishib, jahli chiqib ketgan vaqtda tekshirmagan bo'lsang, uni xulqini tajribadan o'tkazmagan bo'lsang, unda ishonmaydi. Shunaqa gaplar xullas. Halimlik Alloh taologa xos ekan. Shunaqa sifat bilan sifatlanish bizga ham nasib qilsin hammamizga. İyi yaşayınızlar. Hoş görsünüz. Shuncha vaqtingizni Sizga ham sizga. O'zbekistonda Alloh razı olsun hocam. men bir qo'y boqaymi deb turib o'yladim deng. O'zbekcha Borasiz, xudo direktda Reelsga like bosganini bilaman. Instagram kirsam deb qo'y chiqib kelaveradi. Qo'y baraka deb yozgan. Payg'ambarimiz alayhissalom qo'y baraka deb aytganlar. Shu boylikda shu bir bo'lagida chorvachilik, dadam shu sohada qoramolchilik bo'yicha juda katta mutaxassis. Shuning uchun biz bu sohadagilarni rosa yaxshi ko'ramiz. Sizlarda hisor qo'ylar kecha ko'rsam, hali o'sha qo'y qorako'l zotdan deydi. Shekilli qorako'l qo'ylar ham ko'p ekan sizlarda. Zotdan endi qanaqa tushundingiz? Davlatning hisobidagi qo'ylar. Zo'r ekan. Mazza ekan. Savdo ovqatlari o'sha yerdan go'sht mahsuloti davlatning hisobida o'sha qorako'l hisobi o'sha turadi. Kim yozganingiz? Ha, men mana kamit yozganman. Shuncha xursand bo'lganmizki, ustoz buni ko'rib so'ralarga ham qo'ygandik. Ko'rdingmi? Ko'rdingiz? Ha? Istirlazi ko'rdingmi? Mashallah. Nasib etsin. Sizlar. İnşallah ertaga zominga rastar ekan, safarlar bexatar bo'lsin. O'sha boya aytgan gapim, har bir safarda oldin yaxshi niyat qilish kerak. Shu safar sizni yo Xudoga yaqinlashtiradi, yo uzoqlashtiradi. Safar tugagandan keyin odam o'zini sarhisob qilish kerak. Bu safar meni Xudoga yaqinlashtirdim yo uzoqlashtirdim. Teskarisi bo'lsa, shu safarni qilmagan yaxshi edi deb qo'yish. Agar yaxshi bo'lsa, shu uzoq joylarga faqatgina o'yin kulgu, faqatgina dam olish, faqatgina yeb ichish uchun borishlik joiz emas, yani durust narsa emas. Ya'ni o'zini hurmat qilgan ziyoli odamga yarashmaydi bu narsa. O'sha joylarda ulug' zotlar, ahli dinlar bo'ladi. Shularda ziyoratni niyat qilish kerakda. Ularni birinchi ziyorat qilib, o'tganlar bo'lsa ularni haqqiga duo qilib, uni ortgandan keyin, forig' bo'lgandan keyin xohlagan joyga boravering. O'shanda safarga fayz kerak. Albatta yaxshi odamlar bilan safar qilish kerak. Safarda fayzi ham safarlar bilan bo'ladi. İnşallah birga safar qilishim nasib qilsin. Inshaalloh. Inshaalloh niyat qildik. Va ko'rishni niyat qildik, safarda ham niyat qildik o'sha. Nasib Xudo xohlasa. O'zbekistonda chiroyli joylarga boramiz, xudo xohlasa. Aytdingiz, Tojikistonga Xudo bergan deb turib. Boramiz nasib qilsin. Xudo jannat monand joylar bor. Endi to'yimga ham borasiz, nasib inshaalloh. Ha, shu joylar nasib inshaalloh. O'sha yo'lda aniq bo'lgan emas, lekin hay xudo xohlasa bo'lar yaqinda. Aytsangiz o'sha kuni to'y olmay turaman, xudo xohlasa. Nasib ustoz. Tojikiston borsangiz nasib qilsa o'zingiz bizni Tojikistonda aylantirasiz. O'zbekistondan bu sizdan yaxshi bilasiz. Ilmlar o'tgan joyda ustoz juda yaxshi. Nima ekan bizda to'g'risi men tog'da yurib, ustoz bo'lgan joylar eslamayapman. Ustozga endi muhtojmiz. Ahli ilmlar o'tgan joylarga nasib bo'lsa o'tsa olib boradi degan niyatdamiz. Tojikiston bo'yicha bitta tur qilib beraman inshaalloh. Inshaalloh. Yashaysiz. Qalamaysiz, xudo xush kelibsizlar. Husan aka. Xush kelibsizlar. O'zbekiston. Men bunday tasavvur qilmagan edim. Ketgim kelmay qoldi, 8 kun bo'ldi, yana ham yuryapman. Ketmasam kerak edi. Ertaga registratsiya qilamiz. Ha, registratsiya qolamiz endi. Inshaalloh. Inshaalloh. Xush kelibsizlar. Nasib. Alloh nasib qilsa bir 3 haftalarda biz darsimiz boshlanadi. O'shanga xudo xohlasa ajabmas qatnashib qolsangiz, ko'p bunda baxtli suhbat qilamiz.
tadbirkorlarga bir darsni o'qib turibmiz. 5 yil oldin tanaffus qilgandik. Ko'pchilik talab qilgan. Patronlar ligasi ko'rgansizlar. YouTube'larda o'shani bir tiklamoqchimiz inshaalloh. Boshlanib qolsa shu videoni qo'yib beramiz birinchi kun. inshaalloh boshimiz osmonga yetamiz. Qadamlarcha sanoat. Shukursizlar. Rahmat. Sizga rahmat. Bir kunlar keladi. O'zi gap pulda emas, u vaqtda. Menday aylantirib, menday qilib, mana shu yerga borar ekanmiz deb boraveramiz, xudo xolasa. Shayx Sa'diy aytganlar. Sa'diy she'rozasi 120 yil yashaganda u kishi. 40 yil ilm o'rgandim, 40 yil ilm tarqatdim. Undan keyin 40 yil safar qildim. Agar safarda bunaqa bir ajoyibligini, bunaqa manfaatliligini bilganimda 120 yil safar qilardim degan aytgan ekan. Abjavo Qorda degan Qordadamiz aytib beradi, u kishiga Domla Hindistoniy hazratlar aytib berganlar. Mavloviy hazrat. Safarga chiqayotganda shunaqa niyat qildim. Safarga chiq degan uchun. Masalan, mana safarga chiqdi, u ustoz bilan ko'rishib, aql-ilmlar joylariga borish, hozir tasavvurda odamga qanaqadir uni ham nasib ustoz bilan Xudo xolasa ko'p hali inshaalloh. Rizqimiz qo'shilgan bo'lsa. Niyat qo'ydik, yer yuzini siz bilan birga aylanamiz inshaalloh. Xudo xolasa. Har bo'lgan davlatingizni bittadan xatim qilib qo'ying Qur'oni Karim. Nimadir qoladi deysizlar. Shunchaki bor. Xayr xo'shlash kelmasdan. Lekin ustoz, sizni bir xarakteringizga qoyil qoldimda. Biron endi boshqa biron kimsa bo'lganda ham o'zi mana shunday qilib olib yurish endi biz tasavvur qilmagandik siz bilan bir ko'rishib o'tirib qaytib ketamiz degandik. Yo'q, seriosdan hozir o'zim ham xursand bo'lib yuribman. O'z mashinangizda kelib yerdagacha keldik-ku. Akalarga bir kulib yomon xursand bo'lib mazza qilib akamlar ham kuzatadi sizda. Hammalarga salom ayting. Akamlar juda qattiq hurmat kuzatadi. Endi nasib xudo xolasa suratlar tashlaymiz. Inshaalloh. Xursand bo'ladi akam. Katta rahmat. Qadamlarcha sanoat. Shukursizlar. Yashang ketdik.